Yo'q, ularga quyosh nuri kerak emas, hatto podvalda ham yetishtirishingiz mumkin. Bu shampinyonlar O'zbekistonda hozir eng xaridorgir qo'ziqorin turi bo'lib hisoblanadi. Hosildorligi ham yomon emas, kvadratiga 25 kilogrammgacha. Optim narxi 45 ming so'm ekan hozir. Bularning hosil sikli bo'ladi-da, 5-6 tagacha. Birinchi siklda 50 kungacha vaqt ketsa, keyingilar to'xtovsiz hosil berib turaveradi. Urug' sarifi 1,5 kilogrammgacha. Mitseliy deymiz. Mitseliyda o'sishida shu 25 gradusgacha ko'tarish kerak harorat. Hosil davrida 15-16 yetarli. Namlik doimiy 90% gacha ushlanadi. Substrati tagidagi shulxa, kompost yoki o'sha bug'doy somoni ham bo'ladi. Kimlardir go'sht bilan qo'ziqorinni kaloriyasi bir-biriga yaqin deb hisoblar ekan, lekin bu noto'g'ri. Go'sht 100 grammida masalan 200-250 kilokaloriya bo'lsa, shu shampinyonni 100 grammida 22 dan 30 kilokaloriyagacha bo'ladi. Bu degani go'sht qo'ziqorindan 8-9 barobargacha kuchli. Go'sht o'rniga qo'ziqorin yeyish lekin juda foydali. Ayniqsa ozishni istaganlar, yurak qon tomir kasalligi borlar, sahri borlar, ularga juda yaxshi mahsulot hisoblanadi.